Assalomu alaykum. Shart Trading onlayn akademiyamizga xush kelibsiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatayotganlar va bevosita Shart Trading onlayn akademiyamiz oilamiz a'zolari barchangizga assalomu alaykum deymiz. Xudo xohlasa bugun 20-may sanasi 2025-yilda sizlarga yangi Shart Tradingning o'zining muallifligi asosida tuzib chiqilgan yangi strategiyani o'rgatmoqchiman. Ushbu strategiya tilladan zerikkanlar va yangi savdo paras qidirayotganlar uchun ayni muddao va ayniqsa davlat ishida yoki ma'lum bir ish bilan band bo'lganlar, har doim bozorga qara olmayman, ya'ni savdo qilish uchun ma'lum bir vaqtim yo'q, shunga qandaydir bir strategiya bo'lsa-yu, biz ertalabda bir savdo qilsak-da, keyin daromadimizni olib ishimizga xotirjam ketaversak deganlar uchun bu strategiya ayni muddao, chunki siz bu strategiya yordamida shunchaki tongda bir marta savdo qilasiz, unaqa har bozorga kirishingiz shart emas. Kirasiz, stop loss take profit qo'yib qo'yasiz, bozorga qarab turib, shu bilan daromadingizni olib chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Demak, va'da qilingandek, ushbu strategiyamizda biz tillardan foydalanmaymiz, aksincha bugun sizlarga kumush asosida tuzilgan strategiyani o'rgatmoqchiman. Ya'ni sizlar savdo paralelida haq usida bo'lib chiqadi, ya'ni kumush bilan bugun savdo qilamiz. Eslatib o'taman, ushbu strategiya ikkita qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qismda men sizlarga strategiyani batafsil tushuntirib beraman, ya'ni ishlash prinsiplarini. Endi albatta har bir strategiyaning nima bo'ladi? Kalit joylari bo'ladi. Aynan kalit joylarini strategiyaning ikkinchi qismida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Strategiyaning ikkinchi qismi 20-may sanasi 2025-yil kechki soat 20:00 da YouTube kanalimiz, ya'ni Shart Trading YouTube kanalida namoyish qilinadi. Ya'ni ushbu strategiyaning kalit joylarini siz bugun 20-may sanasi kechki soat 20:00 O'zbekiston vaqti bilan albatta ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Gap cho'zib o'tirmaymiz, qisqa va lo'nda qilib strategiya mohiyatini sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p. Birinchi navbatda savdo qilmoqchi bo'lgan brokeringizni ochib olasiz. Aytaylik, biz RoboForex brokerda savdo qilamiz. Bizga RoboForex brokeri ancha qulayliklar yaratib berayotganligi uchun ushbu brokerdan foydalanamiz. Agar kimdir shu brokerdan foydalanmoqchi bo'lsa yoki o'zining savollariga javob topmoqchi bo'lsa, bizning YouTube kanalimizda ushbu brokerdan to'liq ro'yxatdan o'tish, verifikatsiya qilish, pul kiritish, pul chiqarish bo'yicha video dars bor. Shart Trading YouTube kanalimizda bemalol o'tib ko'rishlari mumkin bo'ladi. Endi brokeringizni tayyor qilib olasiz va analiz qilish uchun albatta TradingView ilovasi kerak bo'ladi. Farqi yo'q, siz telefonda ochasizmi, kompyuterda ochasizmi? Men sizlarga qulay bo'lish uchun hozir kompyuterda ochyapman. Hop, ochganingizdan so'ng savdo parasi mana bu post degan joyga kirib, haq usida deb qidirsangiz, xuddi mana shunaqa chiqadi. Ya'ni bir marta ustiga shunday bosib qo'yasiz, aytaylik o'sha kumushni. Time frame emotsiz bo'ladi, mana ko'rib turibsizlar, emotsiya qo'yib oldim. Hech qanaqa indikator shart emas, ishlab turibdi hozircha. Paramiz endi biz qiladigan ishimiz sizlarga va'da qilganimdek, buni tong saharda savdo qilamizdek, nomi ham bekorga biz tonggi kumush deb nomlamaganmiz, ya'ni tongda bizni daromadga olib kirganligi uchun. Birinchi navbatda bizga ertalab o'rtacha hamma 5 yoki 6 da uyg'onsa kerak hozirgi paytda. Ertalab uyg'onganingizdan keyin albatta 6:30 gacha uyg'oning, chunki strategiya ishlamay qolishi mumkin agar kech uyg'onsangiz. Xo'p, soat 4dagi, mana bu soat 4dagi switchni belgilaysiz. Ya'ni men belgilab olyapman. Har kungisini mana ko'rib turibsizlar. Soat 4dagisi oq liniyani tortib qo'ydim mana. Yaqinlashtiramiz mana. Soat 4dagi M30 switchi. Keyingi qiladigan ishingiz bet-qo'lingizni yuvib ertalab xotirjam o'tirganingizda 6:30dagi switchni belgilaysiz mana. 6:30dagi switchni belgiladim. Ko'ringlar, yashil. Endi buni tanasini hisoblashimiz kerak. Ya'ni birinchi navbatda men bunday qilib 4dagi switchning ochilish nuqtasini belgilayman mana. Men buni sariq bilan belgiladim. Va 6:30dagi M30 switchni 6:30dagi switchni yopilish nuqtasini belgilayman. Mana ko'rib turibsizlar, yashil bo'lib tevada yopilgan. Va oq liniyalar ko'rib turibsiz, shu oraliq. Endi e'tibor beramiz. Agar soat 4dagi switch ochilib, soat 6:30dagi M30 switch yopilgan nuqta, soat 6:30dagi switchning yopilish nuqtasi soat 4dagi switchning ochilish nuqtasidan pastda bo'lsa, ya'ni mana bunaqa pastda joylashgan bo'lsa, ko'rasiz, yashil yopilgan, lekin bundan pastroqda joylashgan. Keyingi narx selga ketadi. Oddiy qoida, mana ko'rib turibsizlar, narx selga ketgan. Men oq liniyalarni olib qo'yaman sizlarga. Xo'p. Что xalaqit qilmaslik. Mana ko'rib turibsizlar, mana bu joyda soat 4dagi switchimiz ochilgan. Bu yerda yopilgan, ya'ni narx ochilish nuqtasi 32:34 da ochilgan, 32:31 da nima yopilgan. Endi hisoblashimiz uchun oson bo'lish uchun bu yerda kumushda 1 punktingiz
4 pipsga yuradi. 4.5 pips, ya'ni 4.5% ga yuradi. Narx mana bu joyda ochilib, mana bu joyda yopilgan. Demak, biz mana bu joydan sell olamiz. Keyingi yana ham tushunarli bo'lishi uchun keyingi soat 7:00 ochilgan switchdan mana bu joydan sell olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turibsizlar? Ya'ni bu joydan biz sell oladigan bo'lsak, narximiz maksimal tarzda 32.32 dan mana bu joyda ko'ryapsiz 32.14 gacha qula bergan. Endi bu joydagi tafovutni ayirib oladigan bo'lsangiz, bu 18 punkt, ya'ni agar 4 ga ko'paytirib oling, 4.5 masalan 4 ga ko'paytirgan taqdirda ham 72% gacha narximiz qula bergan bu joyda. Bu birinchi kunga tekshirish edi. Endi keyingi kunlarda ham ko'rib chiqamiz. Xo'p. Ertasi kungi mana bu joyda ko'rishimiz mumkin mana bu joyda soat 4 ertalabki switch mana bu soat 4 da tayini ochilish nuqtasini belgilayapman. Endi 6:30 dagi switchni topishim kerak. Xo'p, mana bu joyda mana 6:30 dagi switch mana bu yashil switch ekan, ko'rib turibsizlar mana. Yopilgan. Bu ham yashil yopilgan, lekin mana bu ochilish nuqtadan ko'ra yopilish nuqta nima? Pastda. Demak, bu joyda ham narx selga ketadi. Avtomatik ko'rib turibsizlar, narximiz selga qarab nima oqib bergan, pastga qarab ketgan. Xo'p, agar narxingiz shuni aksincha bo'lsa, ya'ni ochilish nuqtadan yopilish nuqta tevada bo'lsa, bayga ketadi. Xo'p, bu joyda yana bir kunni tekshiramiz. Mana ko'ryapsizlar, tekshirib ketyapmiz bir boshdan. Xo'p, mana bu joyda mana soat 4 dagi switch rosa pikda bo'lgan ekan va 6:30 dagi switchni topamiz. Mana 6:30 da yashil bo'lib yopilgan, lekin ochilish nuqtadan yopilish nuqta pastda bo'lgani uchun narximiz yana nima? Selga qarab ketgan mana, oqqan. Xo'p. Bu joyda yana ko'rishimiz mumkin bo'lgan nuqtalar. Xo'p. Mana buni ham ko'rib qo'yamiz. Xo'p, soat 4 da mana bu joyda mana ochilgan, ochilish nuqta, yopilish nuqta 6:30 da. Mana yopilish nuqta mana 6:30 da. Mana bu yopilgan switch. Bu tevaga chiqib ketgan switchlarga e'tibor beraverasizlar. Faqat 4:00 da ochilish nuqtasi bilan yopilish nuqtasini olasizlar. Ko'rib turibsizlar, pastda yopilgan. Ochilishdan ko'ra narx nima? Pastga qulab ketgan. Agar narxingiz tevada bo'lgan deydi, tevaga qarab, agar tevada yopilgan bo'lganda maksimalga qarab, ya'ni bayga qarab ketgan bo'lardi. Endi shunaqa narxli zona bor. Bir boshdan ko'rib ketaveramiz. Mana e'tibor berasizlar, mana bu joyda mana soat 4:00 ochilyapti switchimiz. 6:30 dagi switchni topamiz. Mana 6:30 yopilyapti. Mana ko'rib turibsizlar, tevada yopilgan. Ochilishga nisbatan tevada yopilgan narx srazi nima? Bayga qarab otib yorgan, tevaga qarab ketgan. Strategiya mohiyati juda ham oddiy. Shunchaki sizlar nima 4:00 dagi switchning ochilish nuqtasini M30 da va 6:30 dagi switchning yopilish nuqtasini belgilaysizlar. Dik qaraysizlar. Bu 6:30 dagi switch 4:00 dan ko'ra, ya'ni ochilgan narxdan ko'ra tevada yopildimi? Demak, bayga ketadi. Pastda yopilsa, selga ketadi. Oradagi switchlar farqi yo'q. Tevada, pastda zigzag bo'lib ketgan bo'lsa, ya'ni boshqa vaqtdagi. Aynan 4:00 va 6:30 sizga kerak bo'ladi. Endi buni albatta kirish zonalari, stop loss, take profit qo'yish va kalit zonalar qachon ishlaydi, qachon ishlamaydi, shu narsalari ham bor. Bu kalit joylarni biz ikkinchi videoda aytamiz. Ya'ni xudo xohlasa bugun 20:00 ya'ni 20-may sanasida soat 20:00 da YouTube'da Shark Trading YouTube kanalimizda buni ya'ni tonggi kumush strategiyasini kalit joylarini premyerasi bo'ladi. Albatta kuzatib boring. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu strategiyamizning kirish qismi edi. Albatta biz to'liq qismini obzorni qilib bugun sizlarga taqdim etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Albatta YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Sizlar bilan Shark Trading jamoasi bo'ldi.